Dunyoda harbiy kuch haqida gap ketganida doim ikki nom tilga olinadi. Biri global okeanni nazorat qiluvchi texnologik gigant, ikkinchisi esa raketalar va quruqlik armiyasi bilan qo'rqituvchi strategik super kuch. Ular o'rtasidagi raqobat o'nlab yillardan beri davom etadi va bugungi kunda ham har bir yangi qurol sinovi, har bir mashg'ulot, har bir harbiy parad ortida bitta savol yashirinadi. Agar ular to'qnash kelsa, kim ustun keladi? Bu savolga oddiy javob yo'q. Chunki zamonaviy urushlar faqat tanklar yoki samolyotlar soni bilan o'lchanmaydi. Bu iqtisod, texnologiya, raketa tizimlari, dengiz nazorati va hatto askarlarning tayyorgarligigacha bo'lgan murakkab tizimdir. Shuning uchun biz bu savolga bitta jumla bilan emas, balki 6 ta muhim raund orqali javob izlaymiz. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa Premium mahsuloti, haqiqiy tabiiy asal va qora sidananing mukammal uyg'unligi, prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri dastlabki kunlardanoq sezila boshlaydi. Bizning maqsadimiz sog'lom hayotga tabiiylik bilan erishish. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Birinchi raund: ballistik raketalar. Ballistik raketalar masalasida ikki davlat ham yadroviy to'siq strategiyasining markazida turadi, lekin yondashuv bir-biridan butkul farq qiladi. Rossiya quruqlikdan uchiriladigan og'ir sinf raketalarga tayanadi. Masalan, Sarmat kabi o'ta og'ir qit'alararo ballistik raketalar bir necha mustaqil jangovar bloklarni olib yuradi va ular yo'lda manyovr qila olishi ham mumkin. Bu esa tutib qolishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, Topol M va Yars kabi mobil komplekslar yo'l bo'ylab harakatlanib, yashirin joylashuv orqali zarba berish imkonini beradi. Shtatlar esa yadroviy triadani balans bilan ushlab turadi. Minuteman raketalari quruqlikda, Trident esa suv osti kemalaridan uchiriladi va aynan dengiz komponenti ularda eng ishonchli zarba vositasi hisoblanadi. Chunki suv osti kemalarining joyini aniqlash juda qiyin. Umumiy olganda, AQSh raketalari aniqlik borasida yuqori baholanadi. Rossiya esa jangovar bloklar soni va uning portlash kuchi bilan ustunlikka erishishga harakat qiladi. Ballistik raketalar borasida qaysidir mamlakatning qurollarini kuchsiz deyish noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun har ikkala davlatga ham bir balldan beriladi. Ikkinchi raund: harbiy havo kuchlari. Havo kuchlari sohasida AQSh miqdor, texnologiya va global joylashuv bo'yicha katta ustunlikka egalik qiladi. F-22 va F-35 kabi 5-avlod qiruvchilari radarlardan yashirinish, sensor birlashishi va uzoq masofadan zarba berish imkoni bilan ustunlik qiladi. Bundan tashqari, Amerika o'zining ko'plab harbiy bazalari yordamida dunyoning istalgan nuqtasida harbiy operatsiya olib borishi mumkin. Rossiya Federatsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, aerodinamik jihatdan kuchli Su-35 va yangi Su-57 qiruvchilari bilan yaqin masofadagi janglarda xavfli hisoblanadi. Strategik zarba uchun esa Tu-160 va Tu-95 kabi uzoq masofali bombardimonchilar xizmat qiladi. Havo janglarida Amerika qurollari Rossiyaga hech qanday imkoniyat qoldirmaydi. Shu sababli ular bir ballni qo'lga kiritadi. Uchinchi raund: havo va raketalarga qarshi himoya tizimlari. Mudofaa tizimlari borasida Rossiya an'anaviy ravishda kuchli davlatlardan biri hisoblanadi. S-400 majmualari uzoq masofadan nishonni urish imkoniyatiga ega va turli balandliklardagi raketalarni ishlata oladi. S-500 tizimi esa hatto gipertovushli nishonlarga qarshi mo'ljallangan deb ta'kidlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari himoya borasida Patriot tizimini keng qo'llaydi va ko'plab ularning ittifoqchilari tomonidan ham aynan ushbu qurol ishlatiladi. TAT tizimlari esa balandlikda raketalarni tutish uchun kuchli hisoblanadi. AQShning kuchi tizimlar integratsiyasi va sun'iy yo'ldosh kuzatuvida. Rossiyaning kuchi esa yagona qatlamli yerga asoslangan mudofaa tizimida ko'rinadi. Bu raundda kimgadir ustunlik berish biroz noto'g'ri bo'ladi. Sababi Amerika ballistik raketalarni tutish borasida kuchli, Rossiya esa samolyotlar va dronlarni tutish borasida professional. Demak, ikkala davlat ham bir balldan qo'lga kiritadi. 4-raund: harbiy dengiz flotlari.
Dengiz kuchlarida Amerika Qo'shma Shtatlari nafaqat Rossiya bilan solishtirganda, balki bu borada global yetakchilardan hisoblanadi. Uning o'nlab avia tashuvchi zarba guruhlari bo'lib, har bir suzuvchi avia baza vazifasini bajaradi va yuzlab samolyotlarni olib yuradi. Bundan tashqari, Virjiniya sinfidagi atom suv osti kemalari jimlik va aniqlik bo'yicha juda yuqori baholanadi. Rossiya Federatsiyasi floti son jihatidan kichikroq, ammo Boriy sinfidagi strategik suv osti kemalari yadroviy qurollar uchun juda muhim hisoblanadi. Admiral Gorshkov sinfidagi fregatlar esa uzoq masofali raketalar bilan jihozlangan. Rossiya asosan o'z hududiy dengizlarini himoya qilishga moslashgan, ammo global nazorat bo'yicha AQSh ustun. 5-raund. Iqtisodiy imkoniyat. Iqtisodiy kuch harbiy salohiyatning poydevori bo'lib, bu raundda ustunlik anchagina ravshan. AQSh mudofaa budjeti dunyodagi birinchi o'rinda turadi va ayrim yillarda keyingi pog'onadagi 10 ta davlat budjeti yig'indisiga tenglasha oladi. Bu esa yangi texnologiyalar, kosmik kuzatuvlar, dronlar va yuqori aniqlikdagi qurollarni doimiy ravishda ishlab chiqish imkonini beradi. Masalan, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman kabi gigantlar orqali ular uzluksiz yangilanib boradi. Rossiya esa iqtisodiy jihatdan kichikroq. Ular Sovet davridan qolgan kuchli harbiy sanoat bazasiga ega. U tanklar, zenit tizimlari, raketa komplekslari va arzonroq, lekin samarali qurollarni ishlab chiqishda tajribali. Ruslar kamroq budjet bilan ko'proq jangovar platforma ishlab chiqishga harakat qiladi. AQSh esa qimmatroq, lekin texnologik jihatdan ustun tizimlarga tayanadi. 6-raund. Harbiylar va jangovar tajriba. Harbiylar soni va tayyorgarligi masalasida ikki davlat turli modelga ega. AQSh professional kontrakt armiyasiga tayangan. Askarlar uzoq muddat xizmat qiladi. Ular NATO bilan qo'shma mashg'ulot o'tkazadi va dunyoning turli nuqtalarida real operatsiyalarda qatnashgan. Afg'oniston, Iroq va boshqa operatsiyalar orqali logistika, koordinatsiya va yuqori texnologiyali urush olib borish bo'yicha katta tajriba to'plagan. Rossiya armiyasi son jihatdan katta, safarbarlik imkoniyati yuqori va og'ir texnika bilan keng miqyosli quruqlik urushlariga moslashgan. Chechen urushlari, Suriya operatsiyasi va boshqa mojarolar orqali real jang tajribasiga ega bo'lgan bo'linmalar mavjud. AQSh armiyasi global ekspeditsion kuch sifatida kuchli. Rossiya armiyasi esa katta hududni himoya qilish va massiv quruqlik operatsiyalariga moslashgan. Bu raundda kichik ustunlik bilan Rossiya armiyasiga 1 ball berish to'g'ri bo'ladi. Sababi ular Ukraina bilan qanday urush olib borishidan qat'iy nazar, amaliyot bu baribir boshqa narsa. Lekin umumiy g'olib sifatida AQSh ustun kelmoqda. Do'stlar, agar shu kabi videolar siz uchun qiziqarli bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha